Varikoz, tromboz. Bugungi kunda bu ko'plab insonlarni qiynab kelayotgan kasallik turlaridan biri. Assalomu alaykum. Salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvi orqali bugun ham sizlar bilan kasallik sabablari va uning davolarini to'liqroq o'rganishga harakat qilamiz. So'zimni bejizga varikoz bilan boshlamadim. Bugun biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan yo'nalish bu flebologiya. Qadrli yurtdoshlar, endilikda flebologiya yo'nalishidagi savollarimizga So'rish medklinikasi shifokori Muhammad Mametovdan javob olamiz. Keling, ko'rsatuvimiz avvalida tomoshabinlarimizga flebologiya yo'nalishi bo'yicha biroz tushuncha berib o'tsangiz. Flebologiya bu qon tomir xirurgiyasining bir yo'nalish hisoblanib, bunda asosan venalarda uchraydigan har xil kasalliklar, varikozlar, trombozlar, trombofilbit va boshqa turdagi venalarda uchraydigan kasalliklar tekshiriladi va davolaniladi. Bilamiz, flebologiya yo'nalishida juda ham ko'plab kasalliklar, bir nechta kasalliklar tashxislanadi, davolaniladi, lekin bularning orasida eng mashhurlardan biri bu varikoz, to'g'rimi? To'g'ri. Varikoz kasalligi bu terost venalarda, oyoqlarda yoki boshqa a'zolarda yuzaki venalarning patologik kengayishi, ya'ni varikozsimon, tugunsimon kengayishlar hisoblanadi. Varikoz kasalligi bu tomirlarda, shu venalarda qon aylanishi buzilib, qon aylanishini yomonlashishiga olib keladi va bir necha asoratlarga olib keladi. Boshqa kasalliklar haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz, aynan flebologiya yo'nalishidagi. Flebologiya yo'nalishida yana venalarda uchraydigan kasalliklar bular trombozlar, trombofilbitlar, ya'ni venalarning yallig'lanishi va tromb paydo bo'lishi hisoblanadi. Bu kasalliklar odamlarda juda ham yomon asoratlar paydo qilishi mumkin. O'shaning uchun bu kasalliklarda zudlik bilan flebolog nazoratida bo'lib va tezkor davolash ishlari qilish lozim bo'ladi. Varikoz kasalligida qon aylanishi buzilganligi hisobidan tomirlarda tromb qon uyish hosil bo'lib, tromb paydo bo'ladi va bu tromblar venalarda kengayib, ko'payib boradi. Bu vaqtda zudlik bilan chora ko'riladi, konservativ yoki operativ davo tavsiya qilinadi. Ushbu kasallikning asosiy sabablari nimada? Ya'ni kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar nimadan iborat? Varikoz kasalligini paydo bo'lishida bir necha turdagi omillar sabab bo'lishi mumkin. Bunda asosan og'ir jismoniy mehnat, semizlik, ayol kishilarda bular ko'pincha tug'ish bilan, ya'ni homiladorlik bilan bog'liq bo'ladi va bu venalarda klapan yetishmovchiligini olib keladi va vena tomirlarida kengayishlar paydo bo'lib boshlaydi. Keling, varikoz kasalligining asoratlari haqida ham biroz gaplashsak. Varikoz kasalligining ko'pchilik asoratlaridan biri bu oyoqlarda shishlar, og'irlik va kechga qarab, masalan, og'ir jismoniy mehnatdan keyin oyoq toliqishlari, og'irliklar paydo bo'ladi, shishlar. Bular varikoz kasalligi eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri hisoblanadi. Bemorlarda oyoqlarida shish, og'irlik paydo bo'ladi. Va yana varikoz kasalligini ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu tromblar, ya'ni trombofilbit va trombozlar hisoblanadi. Varikoz venalarning yana bir asoratidan biri bu oyoqlarda uchraydigan trofik yaralar, ya'ni trofik o'zgarishlar paydo bo'lib, trofik yaralarga olib keladi. O'sha trofik yaralar haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz, ya'ni ushbu trofik yaralar faqat oyoq qismida hosil bo'ladimi yoki butun tanada hosil bo'lishi mumkinmi? Trofik yaralar ko'pincha oyoqlarda paydo bo'ladi va bu teri qotishiga olib keladi va ko'p vaqt davolash qiyin bo'ladi bu narsani.
O'shaning uchun varikozni vaqtida davolash tavsiya qilinadi. Demak, bu trofik yaralar varikozdan keyingi holat, ya'ni varikozning Varikoz kasalligining kuchaygan asorati hisoblanadi. varikoz kasalligining asorati. Yara deganda ko'z oldimizga o'sha qandaydir qonli, bitmagan yaralar keladi. Ushbu trofik yaralar ham shundaymi? Ha, bu kasallikni trofik yaralarning asoratlari qonash va ko'p qon yo'qotish ehtimollari ham mavjud. Nimaga desa, bu venalarda qon bosimi juda baland bo'ladi va ayrim hollarda yaralarni qonatib qo'yishadi va ko'p qon yo'qotishlari mumkin. O'shaning uchun vaqtida varikoz kasalligini davolash tavsiya qilinadi. Shu o'rinda yana bitta savol bor. Varikoz kasalligi o'zini namoyon qilmagan shakli ham bo'lishi mumkinmi? Varikoz kasalligini shunday turlari ham mavjud. Oyoqni ko'z bilan qaragan vaqtda bilinmay turishi mumkin va bu ko'p bemorlar varikoz kasalligini bilmasligi ham mumkin. O'shaning uchun agar oyoqda shish, og'irlik paydo bo'lsa, unda flebologga uchrashib, dopplerografiya tekshiruvi o'tkazish lozim bo'ladi. Va o'z vaqtida shu kasallikni tashxis qo'yib va uni bartaraf qilish mumkin. Flebologik kasalliklarda asosan qanday tekshiruvlar qo'llaniladi? Varikoz kasallikni tekshiruv usullari bu birinchi navbatda flebolog ko'rigi o'tkaziladi. Kasallikni obyektiv tekshiruvlar va instrumental tekshiruvlar va laborator tekshiruvlar orqali tashxis qo'yiladi. Asosan varikoz kasalligini tekshirish usuli UZI, ya'ni dopplerografiya tekshiruvi o'tkaziladi. Bemorning oyoqlarida venalarining holatini, chuqur venalar, yuzaki venalar, o'shalarni holatlari aniqlanib, shu tekshiruv orqali diagnoz, ya'ni tashxislar qo'yiladi va unga kerak bo'ladigan davo choralari ko'riladi. Ushbu davo choralari qanday bo'ladi? Varikoz kasalligini hozirda davolash usullari eng yaxshi usuli, ya'ni oltin standarti bu hozirda endovenoz lazer koagulyatsiyasi amaliyoti hisoblanadi. Bu hozir butun dunyoda eng yaxshi samarali usul hisoblanib, varikoz kasalligining ko'p miqdorini o'sha davolash usuli qo'llanilmoqda va hozirda bu amaliyot bizning klinikamizda ham mavjud. Buni hozir ko'p yillar davomida уже qilib yuribmiz bu narsani. Bemorlarimiz masalan davolashga kelgan bo'lsalar, ular bir kundayoq oyoqqa turib varikoz kasalligidan xalos bo'lishlari mumkin. Bu amaliyot qilish uchun narkoz, ya'ni bemorlarni og'riqsizlantirish va ko'p vaqt statsionar, ya'ni shifoxonada yotishni zarurati yo'q. Bu amaliyot mahalliy og'riqsizlantirish ostida o'tkaziladi. Bemorlarimiz operatsiyadan keyin darhol oyoqqa turib, bemalol uyga ketishlari mumkin. Demak, amaliyot tig'siz, og'riqsiz o'tkaziladi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Bundan tashqari yana qanday amaliyotlar bor? Yana varikoz kasalligini ayrim holatlarda operativ, ya'ni kesib qilish mumkin bo'lgan operatsiyalar mavjud. Bular ham o'tkaziladi. Bizning klinikamizda bu operatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Ayrim holatlarda bunday amaliyotlar ham o'tkaziladi va ya'ni lazer amaliyoti mumkin bo'lmagan vaqtlarda kesib qilinadigan amaliyotlar o'tkaziladi. Qanday holatlarda lazer amaliyoti tavsiya etilmaydi? Varikoz kasalligida bir nechta ayrim holatlarda lazer amaliyoti tavsiya qilinmaydi. Bunday holatlar varikoz kasalligining juda ham kengaygan bo'lib ketgan tomirlarda, ya'ni 3 santimetrdan katta bo'lib ketgan vaqtlarda yoki
tromb bo'lib, venalar tromboflebiti bo'lib, juda ham yuqori qavat oyoqning juda yuqori qismlarida paydo bo'lib, shu vaqtlarda va masalan ayollarda homiladorlik vaqtida lazer amaliyoti tavsiya qilinmaydi. Shunday vaqtlarda lazer tavsiya qilinmaydi va boshqa turdagi davolash usullari qo'llaniladi. O'sha lazer amaliyotining jarayonlari haqida gapirib bera olasizmi? Qanday bajariladi? Unda oldingi choralar qanday bo'ladi? Undan keyin qanday asoratlar qolishi mumkin? Lazer amaliyotidan oldingi qilinadigan ishlar bu bemorni tekshirish, ya'ni anamnezlari, shikoyatlari va tekshiruvlar o'tkaziladi. Tekshiruvlar asosan instrumental, ya'ni dopplerografiya tekshiruvi va laborator analizlari, qon analizlari va tekshiriladi va hech qanday qarshi ko'rsatma bo'lmagan holatlarda varikoz kasalligi lazer amaliyoti o'tkaziladi. Amaliyot ko'p vaqt davom qilmaydi. Nimaga desa, bu amaliyot o'ziga xos, ya'ni qisqa vaqt ichida qilinadi. Bemorni amaliyotni mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Bunga narkoz olish yoki tayyorlash shart emas operatsiyaga. Amaliyotdan keyin bemorlar kompression trikotajlar, ya'ni elastik bint yoki kompression chulki, golflar kiyib yuradilar. Amaliyotdan keyin va yurib bemalol aylanib masalan uyiga ketishlari mumkin va keyinchalik ham amaliyotdan keyin flebolog nazoratida bo'lib turadilar. Buni va shunda varikoz kasalliklar davolanadi. Varikoz kasalligining qaysi bosqichlarda operativ davo muolajalari tavsiya qilinadi va qaysi bosqichlarda qilinmaydi? Varikoz kasalligining bir nechta bosqichlari mavjud. Bular ya'ni varikoz kasalligining boshlang'ich bosqichlarida, ya'ni retikulyar venalar, telengiektaziyalar vaqtida operativ davo shart emas. Bunday holatlarda skleroterapiya yoki boshqa turdagi amaliyotlar o'tkazish mumkin. Unda operativ davo shart emas. Varikoz kasalligining ikkinchi bosqichida va undan keyingi bosqichlarda operativ davo tavsiya qilinadi. Bu venalar juda kengaygan venalar, ya'ni dopplerografiya tekshiruvida varikoz tomirlarida patologik reflukslar aniqlanib, instrumental tekshiruvda va obyektiv tekshiruvlarda varikoz tomirlar kengaygan bo'lsa, bunday holatlarda operativ davo tavsiya qilinadi. Operativ davo muolajalari asosan necha yoshdan tavsiya qilinadi? Varikoz kasalligi bu yosh tanlamaydi. Ko'pincha agar endi yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, bunda asosan kasallikning sababini aniqlash lozim bo'ladi. Bu ya'ni tug'ma bo'lish ehtimoli mavjud. Ayrim holatlarda orttirilgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlab olish lozim birinchi navbatda. Agarda masalan yosh voyaga yetmagan bolalarda varikoz orttirilgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nasldan naslga o'tgan bo'lsa, unday holatlarda operativ davo ham qilinadi. Nimaga desa, bu kasallikni kutib o'tirish va qachon voyaga yetishini kutib bo'lmaydi. Agar bezovta qilib bemorlarda asorat beradigan bo'lsa, unda yosh tanlab o'tirilmaydi va chora ko'riladi bu kasallik davolash uchun. Davo muolajalari o'tkazilgandan keyin kasallikni yana qaytalash xavfi bormi? Varikoz kasalligini bu vaqt o'tishi bilan yana qaytalash ehtimoli mavjud. Agarda bemor masalan shifokor nazoratida bo'lmasa va endi masalan og'ir ish, mehnat sharoitida ishlaydigan bo'lsa, ayollarda masalan davolangandan keyin yana tug'ish ehtimoli bo'lsa, bunda varikoz yana paydo bo'lish ehtimoli bor. Masalan, flebolog davolagan vaqtda varikoz venalari, ya'ni kasal venalarni davolab beradi, lekin
oyoqlarda boshqa yana sog'lom tomirlar ham mavjud. Ular masalan 5 yildan keyin yo 10 yildan keyin hech qanday kasal bo'lmaydi deb aytib bo'lmaydi u narsani. Nimaga desa, og'ir ish, mehnat qilishi mumkin yoki boshqa faktorlar varikoz kengayishini olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bemorlarimizdan doimiy flebobolog nazoratida bo'lish tavsiya qilinadi. O'shanda varikoz venalarni yana paydo bo'lmasligini oldida olib turiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganingiz, nasldan naslga o'tadigan varikozni ham demak davolash imkoni mavjud, to'g'rimi? Mavjud. Ko'p bemorlarimiz ularda shu varikoz venalari, ya'ni nasldan naslga o'tgan bo'lishi ehtimoli, ularning ota-onalari yoki yaqin qarindoshlarida bo'lsa, ularda bo'lish ehtimoli mavjud. Ularni hozirda tekshiruv va davolab turibmiz, ularni ya'ni samarali usullarda davolab turibmiz va ijobiy natijalar mavjud, ularni qilib turibmiz. Varikoz kasalligining davolash muolajalaridan so'ng salbiy holatlar kuzatilishi mumkinmi? Har bir operativ muolaja yoki davolash usulidan keyin o'ziga yarasha ayrim bir asoratlari mavjud. Ulardan hech kim saqlanmagan va har bir amaliyotning o'ziga xos asoratlari mavjud. Lekin hozirda varikoz kasalligini lazer amaliyoti ochiq operatsiya qilinadigan amaliyotga nisbatan asoratlari juda kam va deyarli bemorlarimizda ko'p uning asoratlariga olib kelmaydi. Ayrim holatlarda ozgina qotishish tomirlarda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin, lekin bular hammasi o'tib ketadigan asoratlar hisoblanadi. Vaqtida chora ko'rilsa, hech qanday muammoga olib kelmaydi. Va davolash usullaridan keyin darhol o'tib ketadi u narsa. Operativ davo muolajalarichi? Operativ davo muolajalaridan keyin bu kosmetik taraflama, ya'ni ko'rinish jihatdan ozgina chiroyli emas bo'lib turadi bu narsa va o'ziga xos, ya'ni asoratlari mavjud, og'riqlar va bular ko'p bezovta qilishi mumkin bemorlarda. Bu davolash usuli ham yomon deb bo'lmaydi, lekin lazer amaliyotiga nisbatan ozgina asoratlari ko'proq ularda. Yuqorida o'sha varikoz kasalligining belgilari sifatida oyoq tomirlari tortishishini keltirib o'tdik. O'sha oyoq tomirlari tortishish paytida ham nimadir qilib, o'sha oyoq tomirlarining tortishishini oldini olish, davolash mumkinmi? Aynan o'sha paytning o'zida. Ha, bu vaqtlarda konservativ davo muolaja olib borish mumkin. Bemorga oyoq tortishni oldini oladigan va yengillik bo'ladigan davo muolajalar mavjud. Ularni qilinadi va bemorda bu asoratlar yo'qoladi. Va bu muhim jihati darhol flebobolog nazoratida bo'lib turishlari tavsiya qilinadi. Rahmat katta, ajoyib suhbat uchun tashakkur. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, flebologik kasalliklarga bo'lgan savollaringizga ko'rsatuvimiz orqali to'liq javob olgan bo'lsangiz, biz bundan benihoyat xursandmiz. Keyingi diydor qadar salomat bo'ling.